Bilasizlarmi, statistikam bo'yicha ko'p 90% ayollar nima uchun boshlamaydi? Chunki menda unaqa talant yo'q, men hech qachon raqsga tusholmayman, это не dano menga, meni qo'lim bunaqa, oyog'im qismim bunaqa quloq solmaydi deyishadi. Lekin men bilan har doim aytaman, сравнить qilmaydi, chunki men butun umr shu raqsdaman va bu narsaga kelguncha qancha ter to'kkanman. Kelayotgan o'quvchi hammasi o'zi uchun, mana shu hissiyot, erkinlik hissiyotini his qilish uchun yoki nima deydi, o'zini namoyon qilish uchun, ya'ni ayolligi bilan stalkivаться qilish uchun o'rganadi. Va bu borada men просто sizlar bilan yonma-yon bo'lib boraman. Yonma-yon turib, nimadan boshlash kerak, qanaqa qilib borish kerak, instruktor bo'lib beraman va men aniq bilaman, A точканgiz bilan B точка 1 oydan 3 oygacha aniq o'zgaradi. Agar bu narsani ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizga yozing, onlayn, offlayn hamma guruhlarimga